ertaga qiyomatda mana bu qizimiz ham, mana bu ukamiz ham shu ahd tufayli qiyomatda Allohning yonida so'ralmay qo'ymaydi. Shuning uchun biz sunnatga muvofiq inshaalloh yigit kishining bo'ynidagi bo'lgan vojibotlardan boshlasak. Uka, hozirgina aytib o'tdim, mana bu nikoh bu jiddiy ibodat. Ertaga qiyomatda inshaalloh mana shu qizni haqlaridan so'ralmay qo'ymaysiz. Bu qizni inshaalloh sizda ikkita haqlari bor. Bitta haqlari moddiy haqlari, ikkinchi haqlari ma'naviy haqlari. Moddiy haqlariga to'xtaladigan bo'lsak inshaalloh bugundan e'tiboran mana bu qizimizning iqtisodiy muammolari hammasini yechimi sizni bo'yningizga vojib. Ya'ni nafaqai ahliya kishining bo'ynidagi vojib bo'lgan amallardan biridir. Men afsuski bugungi kunda jamiyatimizda men rijollardanman, men mu'minlardanman degan hayqirib yotgan yigitlarimiz ta'magarlik bilan hayot o'tkazib, kelin tomonidan ta'ma qilib, iqtisod muammosiga duchor bo'lganda qayna-qaynatadan, ya'ni nima? Iqtisodni ta'ma qilib o'tishlik bizi madaniyatdagi rijolman degan yigitlarga uyat bo'lmay qoldi. Men afsuski kelinni yaxshi paytida u sizniki, orib qolsa chiqimi Xudo tomoniki. Agar unga Alloh taolo bir farzand ne'matini bersa, uni kalaskasi bormi, shari bormi, beshigi bormi, na'uzubillah buni Xudo tomon qiladi. Bundan haqiqiy kishi, haqiqiy rijol, haqiqiy Alloh va Rasuliga iymon keltirgan odam or qilish kerak. Nimaga desa, ayolning nafaqasi bizlar uchun ibodat. Har bir topib kelgan nafaqamizni Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, bu ibodat dedi. Erkak kishi ayol kishiga ta'ma qilib yashashligi o'zi bir uyat. Bizi dinimizda haqiqiy rijollar nima qiladilar desa, ayol kishi tomonidan iqtisodga ta'ma qilmay yashaydilar. Mana bu haqiqiy iymon egasining madaniyati inshaalloh. Shuning uchun bugundan boshlab mana bu qizni hamma muammosi. Buni yeganda yedirasiz, kiyganda kiydirasiz va tom bilan ta'minlaysiz. Halol rizq bilan inshaalloh qo'lingizdan kelgancha nafaqa ahliyani ado qilasiz. Payg'ambar alayhisolamdan bu haqida juda ko'plab hadislar bor. Mana bu iqtisod muammosi inshaalloh bugundan boshlab sizni bo'yningizga vojib bo'lgan amallardan. Tushunarlimi? Ikkinchisi ma'naviy haqlari. Ma'naviy haqlarga to'xtaladigan bo'lsak inshaalloh bugundan boshlab bu ayolni sevasiz. Sevgi, muhabbatda haqiqiy oromi bu islomda. Bu sevgi, muhabbat bir yahuddan yoki nasroniydan yoki o'risdan bizlarga ko'chib kelib qolgan muhabbatni madaniyati emas. Haqiqiy islomiy madaniyat Payg'ambar alayhisalomdan bizlarga qolgan meros bo'lib, Payg'ambar alayhisalom Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhudan